Bilingki, sizni ham hayotingizga sizga yoqmagan sinovlar kelsa, sizga asli kerakli narsalar yo'qolib qolsa yoki-da siz xohlagan narsa bo'lmasa, sizga sinov bo'lib kelsa, bilingki, bu Alloh sizni hali unutmadi degani. Yetib keldik va chemodanimni kirishga qo'ydim. Bitta qarasam, chemodanim yo'q. Hamma narsam ichida, hech narsam yo'q, hech narsam qolmagan. Hamma narsam ichida. Chemodan yo'q. Asr bo'lib qoladi, asrga chiqib keladi, asrga chiqib kelib, asr o'qishni qarasa oyoq kiyimim yo'qdi. Hamma oyoq kiyim chemodanda. Yalangoyoq qoldim. O'sha holatda ketdim mehmonxonaga. Qidirdim, boshqa qildim, hamma yoqdan topa olmadim. Va alhamdulillah dedim. Bu narsa meni hech ham mazmun qilmadi, faqatgina xursand qildi. Bir voqeani esladim-ku, chemodanimni yo'qotganimni xursandman. To'g'ri, unda hamma kiyimlarim o'shanda. Lekin inshaalloh Alloh bersa, hammasini ham qaytaramiz yangi qilib. Bir voqea aytib bermoqchiman bunga men. Bir kuni bir ayol bo'ladi. Eri ishdan kelganda eri aytadiki, ayoliga menga bir suv olib keling, chanqadim deydi. Ayol suv olib keladi, suv olib kelguncha eri uxlab qo'ygan bo'ladi. Va eri bomdod namoziga tursa, ayol qo'lida suv bilan turgan bo'ladi. Shunda eri ko'rib hayron qolib, "Chetdami?" desa, "Ha, siz chanqab turib suv so'radingiz, men borib kelguncha uxlab qolibsiz. Men ham yotgim keldi, lekin deydi, siz chanqab uyg'onsangiz, siz menga suv olib ketdingiz va meni ko'rmasangiz, g'azabingiz kelib va Alloh menga g'azab qilishidan qo'rqdim" deydi. Eri xursand bo'lib, "Nima desang qilib beraman" desa, "Meni javobini bering, talog'ini bering" deydi. Haligi odam hayron qoladi. Shunday itoatli ayol qanday taloq so'rashi mumkin deb. Va o'sha paytda bu masalani yechgani ketishayotgan bo'lganda, haligi odamni oyog'i tolib, oyog'i sinib qoladi. Va shunda ayol aytadiki, "Bo'ldi, endi bormaymiz, qaytdik." Shunda erkak qarab turib, "Seni maqsading nima edi? Hali yetib bormadik" desa, "Yo'q, bo'ldi" dedi, "Qaytdik" dedi. Men siz bilan yashaganimdan beri Alloh sizga sinov bermayotgan edi va hozir sizga sinov berdi va men tushundimki, Alloh sizni hali unutmabdi. Men sizni Alloh unutib qo'ydi deb o'ylagandim. Shu sabab shuni so'ragandim. Lekin ayol edim, itoat qilishligim kerak edi. Itoatimni bajardim. Sizga hech sinov kelmaganda men Alloh sizni unutib qo'ydi deb o'ylagandim. Lekin hozir ko'rdimki, Alloh sizga sinov berdi. Demak, Alloh unutmabdi deydi va qaytib ketadi. Ayol haligini ko'tarib qaytib ketadi. Va darrovda shu voqea esimga keldi va o'yladim, alhamdulillah, Alloh taolo unutmabdi dedim. Bilingki, sizni ham hayotingizga sizga yoqmagan sinovlar kelsa, sizga asli kerakli narsalar yo'qolib qolsa yoki-da siz xohlagan narsa bo'lmasa, sizga sinov bo'lib kelsa, bilingki, bu Alloh sizni hali unutmadi degani.